Hurmatli avtomaktabda o'qiyotgan va o'qib bitirgan, haydovchilik guvohnomasini olish uchun test imtihonlariga tayyorgarlik ko'rayotgan barcha kuzatuvchilarim va yurtdoshlarimizga xayrli kech deb qolaman. Bugun 25-yanvar, soat millarimiz 15:58. Xo'p, bugun haftaga ham ilovasi orqali yana haydovchilik guvohnomasini olishga birgalikda yana bir qadam tashlaymiz. Xudo xohlasa, tayyorgarliklarimiz yaxshi bo'lsa, yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilamiz. Birgalikda bo'lmasam boshladik. Albatta bu videoni boshlashdan oldin kuzatib borayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lganinglar uchun kattakon rahmat hammanglarga. Xo'p, mavzularga kiramiz. Mavzulardan bu yerda ozroqini tanlaymiz. Vaqtimiz yetadigan darajada. Kelinglar, mana 23 ta savol. Xavfsizlik chegaralari degan. Xo'p. 20 tasini yechishga harakat qilamiz, chunki imtihonda 20 ta test, 25 minut vaqt beriladi. Xo'p, birinchi savol. Ko'rsatilgan vaziyatda qaysi bo'lakdan o'ngga burilish lozim? Xo'p, javoblarni to'g'risini o'zingizlar o'qib, o'zingizlar ham ishinglarda belgilashinglarni tavsiya qilaman. Xo'p. Faqat A chiziq bilan belgilangan o'ng chekkadagi bo'lakdan. O'ng chekkadagi bo'lakdan. Shu javob to'g'ri. Xo'p. Piyodalar yo'lni piyodalar o'tish joyidan kesib o'tishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanar ekan. Esingizlarda qolsin. Xo'p. Qaysi javob yo'lovchilar uchun chiqish va tushish maydonchasi bo'lgan sharoitda yo'lovchilar chiqish va tushish joylarini to'liq ko'rsatadi? Xo'p. Birinchi qatnov qismi yoki trotuar tomonidan emas, trotuar tomonidan emas, yo'l yoqasi yoki qatnov qismi u ham emas, trotuar yoki yo'l yoqasi shu javob to'g'ri. Xo'p. Qaysi holda avtomobil ag'darilib ketish qarshi turg'unligi ortadi? Xo'p. Og'irlik markazi pastda joylashganda. Xo'p. Ko'rsatilgan avtomobil qaysi biri ag'darilishga qarshi turg'unroq? Albatta bo'sh yuk avtomobili. Xo'p. Qaysi rasmda piyodalar qoidani buzmay harakatlanmoqda? Ikkala rasmda ham qoidani buzishmayapti. Xo'p, jihozlangan bekatlari bo'lmagan tramvay to'xtash joylarida chiqish uchun qachon qatnov qismiga chiqishga ruxsat etiladi? Xo'p, tramvay to'liq to'xtagandan so'ng. Xo'p. 7-savol. Piyodalar o'tish joyi bo'lmaganda piyodalar yo'l qatnov qismi qaysi joyidan kesib o'tishga ruxsat etiladi? Xo'p. Qatnov qismining chekka to'g'ri burchak chorrahalarda trotuar yo'l yoqasi chiziq bo'ylab sinab o'tilgan barcha javoblar to'g'ri ekan. Xo'p. Yo'lovchilarga haydovchi transport vositasi boshqarayotganda uni chalg'itishga ruxsat beriladimi? Taqiqlanadi bu albatta. Xo'p. Piyodalar yalti-yulti etuvchi mayoqcha va maxsus tovushli ishoralarni yoqib kelayotgan transport vositasi yaqinlashib qolganda qanday yo'l tutish kerak? Albatta qatnov qismini o'tmasligi kerak. Xo'p, 11. Qatnov qismi tomonidan yo'lovchilarning tushishi va chiqishi qaysi hollarda ruxsat etiladi? Xo'p. Transport vositasi majburiy to'xtaganda iloji bo'lsa, xo'p, shu javob. Trotuar tomonidan yoki yo'l yoqasidan iloji bo'lsa, shu shart bilanki bu hol xavf xatarsiz bo'lsa, bu boshqa harakat qatnashchilariga xalaqit bermasa. Shu javob to'g'ri. Xo'p. 12-savol. Piyodalar o'tish joyidan tashqarida yo'lning qatnov qismidagi ajratuvchi bo'lak bo'lganda piyodalarning o'tishiga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Xo'p, trotuar yoki piyodalar yo'lkasi bo'lganda piyodalar velosiped yo'lkasi bo'ylab harakat qila oladimi? Harakat qila oladilar albatta. Qatnov qismiga bevosita tutashgan trotuar chetida o'ngga to'la yoki qisman chiqish bilan to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Faqat yengil avtomobillarga va mototsikllarga shu shart bilan ruxsat etiladiki, u piyodalar harakat xalal bermasa. Shu javob to'g'ri. Xo'p. Piyodalar yo'lning harakat qismi chetidan qanday yurishlari kerak? Xo'p. Yo'l harakat qismining chet transport vositalariga harakatlanish yo'nalishiga qarshi. Shu javob to'g'ri. Xo'p. Qanday hollarda yo'nalishning burilish qismlarida yengil avtomobil ag'darilish qarshi turg'unroq? Xo'p, yuksiz va yo'lovchilarsiz. Shu javob to'g'ri.
Xo'p, 17-savol. Tormoz tizimiga ega bo'lmagan tirkama va harakatlanayotgan yengil avtomobilni tormoz yo'li qanday o'zgaradi? Hop, tormoz yo'li uzayadi. Shu javob to'g'ri. Qolgan javoblar tormoz yo'li o'zgaradi. To'ppa-to'g'ri javob. Hop, piyodalar to'xtab turgan avtobus va trolleybusning qaysi tomoni yo'lni kesib o'tishlari? Albatta orqa tomonidan. Xo'p, 19-si. Yengil avtomobil burilish ag'darilib ketishi qarshi turg'unroq. Albatta yo'lovchilarsiz yuksiz. 20-savol. Piyodalar to'xtab turgan avtobus, albatta bu ham orqa tomonidan. Piyodalar to'xtab turgan avtobus va trolleybusning qaysi tomonidan yo'lni kesib o'tishi kerak? 20-savolimiz orqa tomonidan javobi. Xo'p, endi albatta ko'rib chiqamiz. Xatoyimiz bitta chiqdi. 20 tadan 19 ta. Shu savolni keyingi safar esinglarda, yodinglarda qolsin javobi saqlab qo'yinglar. Piyodalar yo'lni piyodalar o'tish joyidan tashqarida kesib o'tishga ruxsat etiladimi? Xo'p, shunda javobi yo'lning qatnov qismi chetiga nisbatan to'g'ri burchak ostida uning ikkala tomoni yaxshi ko'rinib turadigan ko'rinish masofada o'tish joyi chorraha bo'lmasa, ajratuvchi bo'laksiz to'siqsiz yo'llarda kesib o'tishga ruxsat etiladi. Albatta obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Kuzatib borayotganinglar uchun tashakkur, rahmat hammanglarga. Sizlar bilan Obozxon TV bo'ldi.